42 bab. Tarihi Cahan Guşay'dan elingan naql. İmam Əli Muhammed Xotanining kuchli qo'lida shahid bo'lganligi haqida. Tarihi Cahan Guşayda İmam Əli Muhammed Xotani, Tangri uningga rahmat qilg'ayning shahid bo'lganligi haqida mundaq eslatma berilgan. Kuchlik Qashqar va Xotanni bo'ysundirgandan keyin İsa Xristian dinidan chiqib Budda diniga kirdi. Başqalarını pak Hanifiye mezhebinden çıkıp müşriklik nicaseti bilen özlerini bulgaşqa, hidayetinin nurluq kündüzüden çıkıp küpürlüqnin qarangılıqıga kirişke ve Sultanur Rahim'nin bu söz Parisçe nusxalarda Rahmanımız Rahim deyilgen. İbadetinden çıkıp şeytanlar rejiminin itaatiga kirişke teklif kıldı. Lekin onun bu məqsədi mürəssə madara qilish bilan hosil bo'lmadi. Shuningdan keyin düşmanlik ve jabr zulm yo'lini tutdi. Xaloyiq qo'rqinish ve amalsizlikdan buddistlarcha kiyindi ve nasaralar kulahini kiyishdi. Namazga o'qilgan azan ovozi o'chdi. Namaz farzini ado qilish uzildi. Shu asnoda kuchlik zo'rlik ve ustunlik bilan dalil ham hujjat orqali Muhammed dinining ummatlarini ve Ahmet yolunu tutkan peşivalarını yenmekçi buldu. Şuna o her yerde ehli salih ve ilim ehli katardaki kişiler bulsa sehrağı yığılsın dep carı saldırdı. 3000'den köprek imam ve uluqlar cem buldu. Küşlük ularga qarab so'radi. Bu yığılgan danışmanlar içinde mening siyasetimden qo'rqmasdan din ve millet meselesinde münazirleşip meni yengalaydigan kişi bormi? U lənətgərdi bəddin köңlədə bu cəmaət içidən heç kimdə mening sözümni rədd qılğudək macal, dəlil hüccət etqudək cürət və imkaniyet yox. Ular qandaqlı bolmusun mening heybət və söhbətimdən qorqar, öz cinini bala qaza otuğa taşlaşdan ehtiyat qılar. Bu yalğan sözlərimni təsdiqləşib, bu batıl məzhebiga iqrar bo'lib bo'ysunar degan nopak xiyalni sürməkdə idi. Küçlük köңді aşındaq fikir qilib turvatqanda xaloyiq arasıdan hidayet əhlinin şeyxi, haq dinning imamı Hazreti İmam Əli Muhammed Xotani Tangri onun hüccətlərini nurluq, qəbirlərini yoruq qılğay və onunğa köpdən köp əcir mükafat bərgəy. Goya ki erkek şirdək ornudan turub küçlükə yaqin kelib olturdu. O haq sözlükünün kəmirini belirməkən bağlab, din və millət hükümləri üstüdə bəs münazirələrini başladı. Bir dəmdəla bəs münazirələr qızıb getdi. Bu şehit imam hüccətlərini bayan qılıb, dəlil ispatlarını şu qədər güclü görsətdi ki, həqiqət səpsətdədən, alim cahildən qalib gəldi. Saadətmən şehit Hazreti Əli Muhammed lənətlərə nişan bolğan güclükni yendi. Tangri Taala mundaq degan. Haqiqat, yani İslam keldi. Batıl, yani küfri yo'qoldi. Batıl haqiqatan o'ngay yo'qoladi degan. Qur'on Karim 17-sura, Bani İsrail 81-oyat. Demak, u fosiq va gunohkor shu qadar bechorlik va hijolatchilikka duchor bo'ldiki, chekiga yetgan g'azab o'tlari vujudini tizginlab olganlikdan uning so'z qilg'udak aql va idroki qolmadi. Şuna o til haqaratga eg'iz ichib, Hazreti Payg'ambar Tangri uningga duo va salom avatgay. Ga til tekkizib, nasara va haqorat so'zlarini aytishga boshladi. Hazreti İmam haq so'zlikligi tufaylidan va islom diniga bo'lgan g'ayratining ustunligi sababidan u la'nati kofirning bundaq pastkash so'zlarga toqat qila olmadi. Ey dinning dushmani, ey la'nati kuchlik, dedi u taxirsizla. Ağzınğa taş tuproq. Bu ahana sözü o lənətinin şum quluqiga yetdi də imamni tutuşqa işaret qildi. Tangri Taala'nın kalamida mundaq deyildi. Sizlərə ogohlandırılğan iş tolumu yiraqdır. Qur'on Karim 23-sura Mu'minun 36-oyat. Misra. Salmag'ay div uyiga nuri ilahi partav. Ular Hazreti İmamni 4 kecha kunduz yalang'ash, ussiz tutqan qildi. G'izo tam bermadi.
Әмма u Тәңрі Таланың Пәрвәрдігар маңа yemeklik ve içimlik berdi degan hadisda besharat berilgan mehmonxonasining nimati bilan to'yingan edi. U go'yoki Samud qavmi ichidagi Solih alayhissalomdek Beytul Hazan g'am uyidagi Yaqub alayhissalomdek azob uqubat ichidagi Hazrati Jerchis alayhissalomdek edi. Hazrati Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qiyinchilik sinoqlari payg'ambarlarga, avliyolarga, ondan shularga o'xshaydiganlarga davomliq bor. Hazrati Imom Hazrati Ayyub alayhissalomdek sabr taqat qilib, Hazrati Yusuf alayhissalomdek zindon ichida kurash qilmoqda edi. Chunki haqiqiy mardona oshiqlar so'ygu yo'lda mehnat mushaqqat torsa, uni toza g'animat va cheksiz davlat deb bilgisidir. Misra. Her ne kelsa xush erur, xohi safa, xohi alam. Oshiqlarning jon ig'izlarga jonon qo'lidan har qanday zahar yetsa, Misra. Abi hayvondur kishi zahir issa yori ilkidan. Degan Misraning hukmi bo'yicha uningga hasal va shekardanmi lazzatliroq ko'ringisidir. Ko'ngil agar Tangri chirg'ining nuri bilan yo'rg'an bo'lsa, uning imoni va sadoqati har nafasda kuchayib borgusidir. Uningga garchi har turli azob oqibatlar yetsimi, uning iymon va sadoqati zarrachilik nuqsonga uchirmaydi. Qita. Visali do'st talab eylasang balo kash bo'l. Nedinki doim erurlar rafiq xor ila gul. Şu yar koyi tilersen özünni terik etkil, bu nev'i türfey xatarnaku sahid keldi bu yol. Aqıbat u azğun qom özünün cahaltıda bar bulğanlıqı hile ve mikirlerini işletip oldu. Vədə beriş, qorq tutuş, aldaş, təhdid siliş, dəhşətlik azaplaş və şiddətlik qiynaşlarını çekik yetkizdi. Amma Hazreti İman Tangri onun rəhmət qılğay. İmani ve sadaqatiga qilchi nuqson yetmedi. Özünün etqanlarini zarrachilik o'zgartmadi. U mal'ullar Hazrati Imomni Xotan madrasasining darbosiga chahir mixladi. Hazrati Imom Tangri uning rahmat qilg'ay. Tavhid ve shahodat kalimasini yuqori ovoz bilan o'qib, xaloyiqqa mundaq xitob qildi. Ey Xudoning bandalari, bu paydasız dünyanın azap oqibatlaridan qo'rqib, din ve imanimizni berbat qilsak bo'lmaydi. Necha kunlik rohatga mag'rurlanib, o'zimizni do'zax o'tida abadul abad giribdor qilsak bo'lmaydi. Uşaq balalarning o'ynaydigan joyi hisobidagi bu vaqtlik jahonni abadilik saroyining nozu ne'matlari bilan tegizsak bo'lmaydi. Tangri Taolo, bu dunyo tirikchiligi faqat o'yin, g'aflatdan iborat. Taqvodorlik qildiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar degan. Qur'on Karim 6-sura In'am 32-oyat. Hazrati Imom bu muborak so'zlarni degandan keyin haqqa jon topshirib, bu dunyo zindondan adabiylik dunyosining ne'matlik jannatiga ko'chdi. Tovanki bayomondan yuksaklik beg'iga ko'tarildi. Beyt. Bulmağusi dahir ara ushbu kabi yaxshi kar, do'stiga yetsa do'stu yoriga vasil o'lsa yar. Bu hadise yüz berib, az fursatdan keyinla pok ve büyük Tangri u zalim kuparlarning ustiga Chingizxonning lashkarini ag'atdi. Zalimlar o'zlarining qabih qilmishlari va shum payli xuluqlarining jazosini mushu olamda tortdi. Oxiratda bo'lsa do'zax o'tining azobiga duchor bo'lg'usi. Do'zax nima degan yomon joy, ha? Qur'on Karim 67-sura Mulk 6-oyatning oxiri. Chingizxon hikoyatining bayoni. Butkul Qashqar viloyati Chingizxonning egidorchiligi ostiga kirdi. Demak, Chingizxon Eron va Turandilla emas, balki butkul atrofiy olamdan xotirjam bo'lgandan keyin o'zining asli o'rniga yenib keldi. Ondan butkul mamlakatini 4 o'g'liga taqsim qilib berdi. Bu voqea Majmuut Tavarix ta tafsili bayon qilinibdi. Tarixiy guzidada bo'lsa, qisqacha qilib mundaq zikr qilinibdi. Butkul dashti qipchoqning bir cheti Rumga yetib boradi. Yana bir cheti Muhit dengiziga tutishadi. Bir tarafi Mavarau nahriga, yana bir chegarasi Mo'g'ulistonga tutishadi. Buni cho'ng o'g'li Juji xonga berdi. Butkul Mo'g'uliston
Qara Xitoy, Turkiston va Mavarao nahrini ikkinchi o'g'li Chag'atay xonga berdi. Jemi Xitoy mamlakatini uchinchi o'g'li Tulay xonga berdi. O'zining asli makoni bo'lgan Qalmoqlar yurtini to'rtinchi o'g'li O'ktay xon, O'gday xonga berdi. Hamma amirlari va lashkarlarini shu xil usul bilan 4 o'g'liga taqsim qilib berdi. Shu taqsimotda Do'g'latmi Chag'atay xonga tava bo'ldi. Chag'atay xon Manglay Suyanni Do'g'latga topshirdi. Manglay Suya degan so'zning ma'nosi optob ro'y, optob yuz degan bo'ladi. Manglay Suyaning bir chegarasi Shosh. Shosh hozirgi O'zbekistondagi Toshkent shahri Muharrirdan. Shoshqa, yana bir chegarasi Chalishqa, yana bir tarafi Issiq ko'lga, yana bir tarafi Sarix Uyg'urga tutishadi. Bu 4 taraf chegara ichiga Qashqar va Xotan qatorliq shaharlar joylashgan. Shu chaqda Do'g'latlar ichidan bu mamlakatga hukmdor bo'lgan kishining ismi Babdag'an. Bu ism Mulla Muhammad Niyaz tarjimasining bu qo'lyozmasida yuqorqidek e'lonlangan. Farscha birinchi nusxasida Amir Tabdag'at deyilgan. Farscha ikkinchi nusxasida Amir Bayda Ko'ragan deyilgan. Toshkent ruscha nashrida va Tehron nashrida Baydag'an deb e'lonlangan edi. Bu mamlakatning hukmronligi Amir Babdag'andan boshlab avlod miros qilib toki Mirza Abubakirgacha yetdi. Jami Gitinamay nomli kitobda mundaq deyildi. Qashqar Turk shaharlarining kattasidir. Yana bu kitobda nechilagan narsalarni bayon qilgan. Ammo hozir Qashqarda u narsalardan asar yo'q. Ulardan biri shuki, mazkur kitobda kishi va bulg'unni. Bu so'z farscha nusxasida Qaqum va Sinjab deyilgan. Hamma yerga Qashqarni elib boradi deyilgan. Lekin hozir Qashqarda kish va bulg'un mutlaq yo'q. Qashqarning o'rni va ko'rinishi mundaq. Uning shimol tarafi Mo'g'uliston tog'lariga tutishadi. U tog'lar mag'rib tarafdan mashriq tarafga qarab uzun sig'i so'zilgandir. U tog'lardan qanchalagan jilg'a iqillari janub tarafga qarab eqib turadi. U tog'ning uzunligi shundaqki, uning bir uchi Shoshqa tutishadi. Uning oyog'i Turpandan o'tib Qalmoq yurtiga kirib ketadi. Uning oxirini Qalmoqlarning o'ziga kishi ko'rmagandir. Hech kim u taraflarni bilmaydi. Ba'zilar u taraflardan bir muncha yerlarni ko'rib ekan. Pekir ulardan so'rab baxtim. Ammo ulardan bu kitobga yozgudek so'z anglamadim. Lekin Mo'g'ulistonning tafsiloti pat yaqinda bayon qilinadi. Shoshdan toki Turpangacha bo'lgan orliq 3 oylik yo'ldir. Ya'ni Qashqarning kun o'ltirish tarafidan uzun tog'lar bor. Mo'g'uliston tog'lari bu tog'dan ayrildi. Bu tog' Qashqarning shimoliy tarafidan janub tarafga qarab uzun sig'i so'zilib ketgandir. Pekir Muhammad Haydar bu tog'ning to'pisi bilan toki 6 oylik yergacha bordim. Ammo oxiriga yetolmadim. U voqeaning tafsiloti pat fursatda Tibetning voqealari bayonida zikr qilingusi. Bu tog'dinmi qanchilgan jilg'a iqillari mag'rib tarafdan mashriq tarafga qarab eqib turadi. Qashqar viloyatining ovotligi ashu iqillar bilan ta'minlandi. Butkul Qashqar, Yorkent, Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi Muharrirdan va Xotan viloyatlari ashu tog'ning etigida shimol tarafdan janub tarafga qarab uzun sig'i o'rinlashgan. Qashqar va Xotanning kun tug'ish tarafimi, janub tarafimi sahra bo'lib, u yerda qumliq jangal, sho'rliq va dashtu bayomondan o'zga hech narsa yo'q. Ammo qadim zamonlarda u dashtu bayonlarda ulug' shaharlar bo'lgan ekan. Shu shaharlar ichida 2 shaharning nomi mashhur. Uning biri Lop, yana biri Ketik. Ketik deb ataldi. Buningdan boshqa shaharlarning nom nishoni qolmabdi. Hammasi qumning ostida qilibdi. Ba'zi ovchilar yov tugi ovlash uchun u yov bayonga beribdi. Ular gohida qal'a, munar, masjid, madrasa va oliy imoratlar ko'rinib shahar paydo bo'lib qoladi. Yana necha muddatdan keyin borsak, u shahardan hech asar yo'q deydi. Demak, Qashqar va Xotanningovat yerlari mag'rib tarafdagi uzun tog'ning etigida. Qashqar chegarasining beshi Atush, hozirgi Atush nomli yurtdir. Xotanning oyog'i Keriya, hozirgi Keriya va Chiriya, hozirgi Chiradir. Artush bilan Keriyaning orliqi 1 oylik yo'ldir.
Әмма Қашқар ва Хотан yurtlarının qibla tərəfindən gün çıxış tərəfigə qarab tez sürət bilan yürsə, 1-2 gündəla avatlıq tügəb çöl bayavallar başlandı. Məzkur tağlardan kelgan hər bir su iqininin 2 sahili Ekinzar və avatlıqdır. Şulardan biri Tümən suyu. Tümən suyu hazırki Qashqar şəhərinin şimaldan iqib ötüdüğən Tümən dərya. Qashqar Koni şəhər nahiyəsinin Ləngər yezdiki Aqnam məhəlləsidən başlanıb, ғәрбdən şərqə qarab iqib, Yeni Öztən yezdiki Qızıl Bayraq su ambırığı qoyuldu mühərrirdən. Болып, Qashqar bilan Fərğananın arlıqıda tağdan çıxıb geldi. Tümən suyu Qashqarның qədimi qələsinin o'ttirisidan iqib ötətdi. O qələni Mirza Ababəkri vayron qildi. Qashqarның köp yurtları mushu su bilan avatdır. Bu iqlarning yana biri Qari Tazğun deyiladi. Tazğun deganlik jilg'i suyi iqin deganlikdir. Mazkur qalaning janubiga 3 farsang. Farsang mu deyildi. Musofa o'lchami har bir farsang 6,24 kilometrga teng. Yiroqlikdagi joydan iqib o'tadi. Qashqar viloyatining nurg'un yurtlarida mushu suv bilan diqqatchilik qilinadi. Yana bir iqinning ismi Kusan Tazğun bo'lib, Yeni Sahar qabisa, shaharcha kichik qalasi mushu suvning levida. Bu qasaba mushu suv bilan avat bo'ldi. Qashqar bilan Tazğunning orliqi 6 farsang shariyayidir. Yeni Sardan o'tsa, Qora Chanaq adlı bir kichik joy bor. Yeni Sahar bilan Qora Chanaqning orliqi taxminan 6 farsang kelar. Qora Chanaqning oldi tarafidan Shohnaz suyi eqib turadi. Bu suv bilan qanchalagan yurtlar avatdir. Shohnaz bir jilg'i bo'lib, mag'rib tarafdagi tog'da Qashqardan Badaxshonga boradigan yo'l shu yerda bilandir. Qora Chanaqdan o'tsa, Kulfin degan joy bor. Uni Kulfin Rabat deb ataydi. O'tgan kashkarlar tushadigan manzildir. Qora Chanaqdan Kulfin Rabatgacha bo'lgan orliq 5 farsang shariyidir. Kulfin Narabatdan o'tsa, Qo'shgunbaz otliq bir langar bor. U noyda yaxshi bir manzil bo'lib, Shohnaz suyi bilan avatdir. Mushu langarga vahiba qilingan bog' va ekinzorlar bor. O'tgan kashkarlar uningdan bahramon bo'ldi va manfaat oldi. Qo'shgunbazdan o'tsa, yana bir manzil bor. Qizil deb atildi. Bu kichik yurt bo'lib, suyi tuzliq. Bu manzilga zarur bo'lmasa, hech kim tushmaydi. Qizil Yeni Sahar bilan Yorkentning eng o'tirisiga yo'lga joylashgan. Qizil bilan Ko'k Rabatning orliqi taxminan 10 farsang yaqin masofa. Ko'k Rabatdan o'tsa, Yorkent tavasi boshlandi. Kishilar u yerni Rabatchi deydi. Orliqi qiyosan 7 farsang shariyatdir. Rabatchi bilan Qora Chanaqning orasida mushu ism atalgan manzillardan boshqa avat joylar az. Yorkent qadimiy davrlarda ulug' shahar bo'lgan ekan. U Koni shaharni Mirza Ababakri qo'labdi. Yuqorida bayon qilingan qoziqlarning biri mana shu Yorkent Koni shaharida ekan. Mirza Ababakri u yerning qanchaligan g'aznalarini tepibdi. Ammo u Koni shaharining etining Yorkent ekanligi yoki boshqa ismi borligi ma'lum emas. Pekirning bo'g'ilirmi zamonida Yorkent Yeni Saharchilik bir qasiba shaharcha ekan. Mirza Ababakri Yorkentni poytaxt qilgandan keyin eriq o'stanglarni choptirib qanchilgan bog'larni quribdi. El og'zida Mirza Ababakri 12 ming bog' qurdiribdi. Ularning ko'pinchisi Yorkentga tava yurtlarda degan so'zlar tarqalib mashhur bo'ldi. Ammo Pekirning gumonimcha bunchalar ko'p bo'lmagan bo'lsa kerak. Mirza Ababakri Yorkentda bir qala bino qildi. Sepillarning ko'pincha joylarining egizligi 30 gaz shariy bor. Qalaning ichi taxminan 200 jaribcha. Jarib yer ko'lami o'lchami. Har bir jarib taxminan 1 tanab 400 kvadrat metrga teng. Bor. Noydi egiz eriklarni. Erik ishki qala, podshoning shahar ichidagi qo'rg'on sarayi. Bino qildiribdi. Qalaga 6 darvoza qo'yibdi. Bu darvozalarning qurilmasi intayin mustahkam bo'lib, darvozalarni 100 gaz ishkirga tortib o'rnatibdi. Ikki tarafdan burush ilib mingilganlikdan darvozaga udul borsa,
bu buruşlarga yüzme-yüz to'g'rinib qoladi. Agar dushman darvozaga qasd qilib yugursa, oldi va orqasidan, o'ng va so'l tarafidan o'q va toshlarni o'xshashla otqili bo'ladi. Darvozalarning bunda qurilmasi noydi oz qal'alardala ko'rildi. Mirzo Babakri qal'a arkida oliy imoratlarni quribdi. Uning sifatlarini tafsili bayon qilsak, so'z uzunga so'zildi. Mirzo Babakir mahallarda 10 ga yaqin bog' bino qildiribdi. Bu bog'larda oliy imoratlarni quribdi. Bu imoratlarning har birida 100 dan uy, ba'zilarida 100 dan ko'proq uylarni bino qilibdi. Ularning gumbaz va tomchilarini butunlay kohishkorlik ham rangarang naqsh va suratlar bilan bezabdi. Ya'ni ko'pincha yo'llarga oq teraklar tikilgan bo'lib, kishi shaharning har qanday tarafiga qarab bir farsang va yarim farsang shar'iy orliqda yo'l mangan taqdirdimi butunlay terak soyasi bor edi. Ko'pincha oq teraklarning orasidan suvlar eqib turadi. Yarkatning suyi olamdagi har qanday sulardan yaxshiroq. Suv haqida hukmronlar har qanday tarif tavsiflarni qilgan bo'lsa, ularning hammasi Yarkatning suyiga mos keladi. Yarkatning va Xotanning suyining yaxshiligi shu yerdagi uningdan oltin va qosh tishi chiqadi. Boshqa iqlardan qosh tishi va oltin chiqmaydi. Qashqar xalqi qori tozg'un suyini ko'p ta'riflashadi. Darvaqa qori tozg'un suyimi noit yaxshi va tamlik. Ammo Yarkent daryosiga Tibet tog'laridagi qormuzlar erib suv bo'lib eqib keladi. Boshdan bir oylik musofagacha janub tarafdan shimol tarafga qarab, toshdan toshga urilib toki Sariqqul, ya'ni Seriqqulgacha bo'lgan orliqda noit tez eqib keladi. Sariqqul bo'lsa Qashqarning muhim tog' qaptalidir. Yarkent daryosi Sariqquldan o'tgandan keyin 7 kunlik musobaqacha kun chiqishdan kun petishga qarab toshdan toshga so'qilib intayin tez oqadi. Ondan tuzlanlik yerlarga chiqadi. Toki Yarkentning to'g'risiga yurganda 2 kunlik musobaqacha kelgucha intayin tezlik bilan eqib keladi. Bu suvning yana bir aloyligi shuki, bahor faslida shu qadar oz oqudiki, mubolag'a qilinsa ba'zi yerlardan toshdan toshga oyoq qo'yib o'tkili bo'ladi. Deyishga bo'ladi. Ammo Asad birinchi shir, ikkinchi qadimi shir. Faslida shu qadar ulug' oqudiki, ba'zi yerlardagi suvning kengligi bir farsang sharicha bor. Cho'nqurligining hech bir yerning 4 gazdan kam bo'lmaydi. Bu suvdan qochtish chiqadi. Yarkatning ko'pincha yurtlarining dehqonchiligi mushu suv bilan bo'ldi. Bu daryodan 7 farsang yiroqlikda yana bir daryo bo'lib, Tezab. Qadimiy astronomiyada Quyosh burji ichidagi 5-burjning nomi bo'lib, shir shaklda tasavvur qilindi. Yoz oylarining 6, 7, 8 oylarga to'g'ri keldi deb ataldi. Yarkatning qolgan yurtlari mushu daryo bilan oboddir. Yarkatdan Xotanga osta yursa 10 kunlik yo'ldir. Ammo bu 10 kunlik yer ichida tushadigan manzildan bo'lak hech obod sahrosi yo'qdir. Xotanda 2 daryo bo'lib, birini Qaraqash hozirgi Xotan daryosining g'arbiy manbasi. Qaraquruq teg'ining shimoliy tarafidan boshlanib, Qushlash degan yerda Yo'runqash daryosi bilan qo'shilib Xotan daryosini hosil qiladi. Muharrirdan. Yana birini Urunqash Yo'runqash deb ataldi. Chira noyisining janubidagi O'ttir Qaraquruq teg'ining shimoliy bag'ridagi muzliqdan boshlanib, Qushlash degan yerda va Yo'runqash daryosi bilan qo'shilib Xotan daryosini hosil qiladi. Muharrirdan deb ataydi. Bu ikki daryodan va Yarkent daryosidan qochtish chiqadi. Olam sahifasida buningdan boshqa yerda qochtish yo'qdir. Qaraqash va Urunqashning suyini Yarkentning suyidan a'lo deyishdi. Urunqashning suyini hammadan yaxshi deb qaraydi. Ammo Piqirning nazarimda Xotanning suyining Yarkentning suyidan yaxshi tarafi hech ma'lum emas. Xotan qadimiy va mashhur shaharlardandir. Biroq hozir qochtishidan boshqa kitobga yozgudek narsa yo'q. Xotanning ajoyib xususiyatlaridan biri shuki, Xotanda zodla Seg'izxon yo'q. Mubada paydo bo'lib qolgan taqdirdimi, xaloyiq buni yomonlikning beshorti deb hisoblab, hammaylar yig'ilib u Seg'izxonni qo'g'lab etadi. İmam Allaidin Muhammad Xotanning Xotanda kuchlik tarafidan shahid qilinganligi hamma tarix kitoblarida zikr qilingan.
Әмма у затның қабірлеріні, бәлки намларыны му Хотанда еш кім білмейді. Хотанда мазарлар наайты көп. Бірақ bu mazarlarning ahvollari ma'lum emas. Bu haqda xaloyiq og'zida tarqalib yurgan rivoyatlar mashhur va hammaga tanishliq. Ammo bu rivoyatlarning noto'g'riligini tarix kitoblarini ko'rgan kishi his qila oladi. Bu mazarlarga qavmiy shahidan, imomi zabiha, imom Jafari Tayyar, imom Ja'fari Sodiq, Tangri ulardan rozi bo'lg'ay deganga o'xshash otlarni qo'yibdi. Yana nechilagan mazarlarga sahobalar Tangri ularning hammasiga jannat ato qilg'ayning ismlarini qo'yibdi. Mening qarashimcha, bu mazarlarning bundaq otlar bilan mashhur bo'lishidagi sabab shuki, tabiiylarga mansub kishilar ichidan ashundaq ism bilan atalgan buzrukvorlar bu yerga kelib shahid bo'lgan bo'lsa kerak. Bu viloyatlar islomga kirgizilishdan ilgari tabiinlar tavasidan bo'lgan bir qancha azizlar kelib g'azot qilib shahid bo'lgan ekan. Ajoyib ish shuki, bu shahidlar tavuti bilanla yerlikda qo'yilibdi. Ba'zida shamol qumni uchirib qabri ichilib qoladi-da, shahidlar shu peti oshkora bo'ladi. Ularning zaxmlangan yerlari aniq va sezilarlik bilinib turadi. Hatto ularning zaxmlangan yerdan chiqqan qonlarmi yori eg'izida to'xtab qurib qolibdi. Bu mazarlarni ziyorat qilgan kishi mundaq vaqalarni o'z ko'zi bilan ko'radi. Yarkatning mazarlarini hech kim kitob yoki tarixlarda bayon qilmabdi. Lekin Yarkat ahlining e'tiqodlarida bir ulug' mazar Hafid Muhammadandir. Ularning ahvollarini mazardagi mujavirlar bayon qiladi. Biroq ularning bayonlari bu kitobga yozgudek ishonchiga yaramaydi. Hazreti İsha'nın muridlaridan Mevlana Hoji Ahmad Yoshangan ve sahip hal yoshurun g'oyib ishlardan xabardor kishi edi. Tangri Taolo xolsa o'z navbatida kelganda u zotdan bir qancha rivoyatlar naql qilingusidir. Men Mevlana Hoji Ahmaddan anglagan edim. U zot Hafid Muhammaddan avliyolardan ekan deydi. Biroq Peqir hech kitobda Hafid Muhammaddanning ahvolatini ko'rmadim. Yana bir mazar Davaxon podshohdir. Peqir mujavirlardan ularning ahvolatini anglamadim va haqiqiy ahvollarini hech bilmaydim. Tazadibiy holda bir qitim Maxtumi Irshad Panoh Shohibiddin Hoja Xavan Mahmud hazratlari Davaxon podshoh mazarining oldidan o'tib ketyotdi. Peqir kamina u zotning xizmatlarida hamroh edim. Şuna Peqirga iltifot qilib mazarni ko'rsatib turib, bu buzruk ajoyib jazabisi. Jazabe kuchli hayajonli kayfiyat. Kuchli kishi ekan. Har qitim bu yerdan o'tganimda menga qattiq jazaba yetidi dedi. Bu mazarda oliy imoratlar bino qilinibdi. Atrofi rangarang naqish va xatlar bilan zinatilibdi. Peqir u imoratning atrofini qancha qitimlab aynib tamdagi xatlarni o'qishga tirishib ko'rdim. O'qug'li bo'lmadi. Chunki u xatlarning ko'pinchisi xatni Kufa nusxasida yozilgan ekan. Ammo bu zamonda xatni Kufa uslubini emas, xatni Sulus uslubidimi ozroq bildiganlar yo'q. Bu xil xatni o'qish osonlikcha nisb bo'lmaydi. U imoratga yaqin yerda bir gumbaz bor edi. Uning taqiga turkiy xat yozilibdi. Biroq ko'pinchisi vayron bo'ldi. Uningga putilgan xatlar ichida Tarixqa 656, Hijriya 656 yılı, miladiya 1258 yılıga to'g'ri keldi degan xatlar bor ekan. Qolganlari buzilib, tarsuda bo'lib ketibdi. O'qug'li bo'lmaydi ekan. Bu Davaxon tarixda o'tgan Davachihan degan nom bilan mashhur bo'lgan kishiga yaqin keladi. Peqirning gumonim shuki, bu ashu Davaxonning mazaridir. Buningga bir necha dalil bor. Uning biri shuki, u tarixda Davaxon otliq boshqa podshoh yo'q edi. Davaxon degan nommi bu kishining bir shayx yoki avliyo bo'lib, keyingi bir tiving'uchining uning qabrisi ustiga mushundoq oliy imoratlarni bino qildirganligini isbotlamaydi. Yana bir dalil shuki, Davaxonning otasi Baraxon Buxoroda musulmon bo'lib, o'ziga sulton G'iyosiddin deb laqab qo'ygan edi. Onundan keyin o'g'li Davaxon podshoh bo'ldi.
Buningdan Davaxonning musulmon bo'lganligi ma'lum va ehtimolga noit yaqin. Tarix kitoblarida Davaxonning tafsiplari noit ko'p bayon qilinibdi. Uning musulmon bo'lganligi, uning ustiga yana yaxshi xislatlarning xosiyatidan Tangri Taolo uningga avliyolik martabasini ato qilgan bo'lsa, hech ajablanarlik emas. Uningdan keyin e'tiqodi bor xaloyiq uning qabrisini ziyorat qilib, berish kelish orqali bu joy mashhur bir mozor bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Tangri eng yaxshi bo'lguchidir. Agar bu Davaxon podshoh mozori ashu Davaxonning bo'ldigan bo'lsa, uning boshqa ahvollarimi tarixlarda zikr qilingan. Mevlana Sharifiddin Ali Yazdi Tangri uningga rahmat qilg'ayning Zafarnoma nomli asrining muqaddimasida mundaq bayon qilingan. Davaxon Baraxonning o'g'li. Baraxon Qora Yisun. Bu ism farscha nusxalarda Qora Yisu deyilgan. Ning o'g'li. Qora Yisu Mamikari. Bu ism farscha nusxalarda Mamikay deyilgan. Ning o'g'li. Mamikari Chag'atayning o'g'li. Chag'atay bo'lsa Chingizxonning o'g'lidir. Davaxon Baxtiyor yuksak martabaga ega podshoh. Jahongirlik taxtiga loyiq va baxtiyorlik tojiga munosib edi. Beyt. Falak ri'atu sahibi toju taxt. Qavi rayu g'ayru furuz baxt. Ki ayami insaf ila dad idi, aning dadidan kishvar abad idi. İlangiz noyan bo'lsa Mir Paxlaning o'g'li. Mir Paxla bo'lsa Nisunning o'g'li edi. U Qarichar Noyan avlodidan bo'lib, Barlas naslidan edi. İlangiz Noyan qadimiy ahdnoma bo'yicha Davaxonga bay'at qildi. Bo'g'ilari va ajdodlarining qoida usullari joriy qilindi. Davaxon 30 yil baxtiyorlik bilan umr o'tkazdi. İlangiz Noyanning tadbiri bilan Chag'atay ulusini gullantirdi. Kimki uningdan murodini izlasa, murodi muyassar bo'ladi. Beyt. Aningdan kishi istaban hernam kam. Ashul kamiga vasıl oldin tamam. Axir umu yo'qlik olimiga yo'l oldi. Bu yergacha bo'lgan bo'lak zafarnomadan ilingan naqldir. Yarkent qalasining ichida Arikka yaqin joyda G'ab Hoji. Bu ism farscha nusxalarda G'ayb Hoji ota Toshkent ruscha nashrida G'ajoji deyilgan. Otliq bir mozor bor. U yerda bir odamning yonpishining ikki parcha bo'lib ketgan bir ustixoni bor. Faqat doim uni ko'rib taajjublandim. Mevlana Shah Sayyid oshiq cho'nqur bilimga ega, taqvodor kishi bo'lib, Mavarau nahridan edi. U ustixonni uningga ko'rsatdim. U zotmu taajjublandi va buning miqdorini bilib boqayli deb hozirgi zamondagi kishilarning yonpash ustixonini ilib kelib, shu ustixonga baravar cho'nqur cho'ngliqda chalma ilib keldi. Ondan necha parcha chalmini shu qadimiy ustixon bilan baravar miqdorda tizib, u chalmalarni sanab boqqan edi, 60 parcha chiqdi. Shuningdan keyin Mevlana bu ustixonning egisi hozirgi zamondagi odamlardan 60 yaş cho'ng ekan dedi. Bu mu ajoyib ishlarning biridir. Qashqarning mozorlari ichida birinchisi Afrasiyabning naslidan bo'lgan Sultan Satuq Bug'raxonning, Yusuf Qidirxonning va Sultan Ilik Mozining mozoridir. Sultan Satuq Bug'raxon turklardan oldi bilan musulmon bo'lgan kishidir. U zotning sha'nida bu hadisni rivoyat qilishidir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Turklardan shundoq bir kishi islom ochudiki, uning ismi Satuqdir. Men ba'zi darvishlardan angladim. Ularning aytishicha, Sultan Satuq Bug'raxonning ruhiylarga yuzlanish kishini ulug' bir huzur va fayz ichiga boshlaydi ekan. Yana ko'p mozorlar borki, ularning ahvollari kitobchalarda yozilgan. Hikoyat va rivoyatlari zikr qilingan. Shular jumlasidan Husayn Fazli Xo'ja, Qutbi Olam Xo'ja, Shayx Hijozi, Shayx Habib Fatih Ayub. Bu ism farscha nusxalarda Fahiq Abu Bakr deyilgan. Xo'ja va boshqalar bor. Bu mozorlarda g'aroyib ishlar bor. Husayn Fazli Xo'janing mozoridagi xotira lavhani Xotira-i Muftiyan deyishidi. U yerda bir qabr bor. U qabridagi kishining yuzining udulidan bir tunglik qoldirib qo'yilibdi. Jasad hech qanday o'zgarmabdi.
U kishining soqollari uzun va seriqqa moyil ekanligi aniq ko'rinib turadi. Paqir Qashqar o'limalaridan anglagan edim. Ular qachonki biror qiyin masala ko'rilsa, u masalaning mazmuni bayon qilinadi. Әдісі барса, u yerda javobi butkul turadi. Bu sinab ko'rilgan va tajribadan o'tgan deyishgan edi. Bu gapning rost yoki yolg'onligiga uni aytuvchilar ega. Qashqar va Xotan xalqi 4 turli toifadan tarkib topgan. Ularning bir qismini tuman deydi. Avam fuqaroni ko'rsatadi. Ularning hammasi xonga taba bo'lib, mollarini yilma-yil xonga beradi. Yana bir qismini qovchin deydi. Sipah harbiylarni ko'rsatadi. Ularning hammasi Pekinning ota-bobomga taalluqdir. Yana bir qismini oymoq deydi. Ular oshliq va xom mata topshirdi. Ularmi Pekinning bo'g'ilrimga taalluqdir. Yana bir qismi shariat mansabdorlari bo'lib, xayr-saxovat o'rinlari ham vaqtlarga mas'ul. Ularning ko'pinchisi Pekinning bo'g'ilrimga tabadir. Yana bu viloyatlarda faqat mushu diyorlarga xos bo'lgan bir qancha narsalar bor. Ularning birinchisi Qoshteshi bo'lib, Yorkat va Xotan daryolaridan chiqadi. Olim sahifasida buningdan boshqa yerdan Qoshteshi chiqqanligi ma'lum emas. Yana biri yovi to'gidir. Agar uni salomat tutib, odatdagi to'gilar qatoriga qo'shib ishlatsa, rasmiy to'gilardek ishga yaraydi. Bumi Xotanning sharq va janub taraflaridagi boyavallarda bor. Yana Xotanning tog'larida noyati cho'ng va haybatlik yovuq qo'tazlar bor. Hamma hayvonlarning uning xatiri ortiqroqdir. Agar u odamni uchrasa, usib tepib, ostiga besib, dasab, tili bilan yalab halok qiladi. Pekin Tibetdan Badaxshonga borganimda bu vaqa pat fursatda bayon qiling'usi. Biz 21 kishi edik. Shu yo'lda bir qo'tazni o'ldirdik. Uning ichbog'ini 4 kishi xeyli mushaqqatlar bilan ichidan tortib oldi. Bir qo'lini bir odam har qancha kuchab baqqan bo'lsa-mu ko'tarolmadi. Demak 21 kishi qudretimizning yetishicha ozuqliq go'sh oldik. Yana qo'tazning 2 hassi eshib qoldi. Yana bu viloyatda meva-chevalar ko'p. Hamma mevalarga qaraganda nashbiti noyat yaxshi. Boshqa yerda undaq nashbitni ko'rmadim. Guli va gulabimo noyat obdan. Heratning gul va gulabiga o'xshib ketadi. Mevalari boshqa viloyatning mevalariga o'xshashmaydi. Zararimi kamrakdir. Qish kunlari havosining sovuqligi mo'tadildan ziyodaroq bo'ldi. Ammo yoz kunlari issiqligi mo'tadil bo'ldi. Suyi va havosi muxolif emas. Badanga noyati muvofiq. Ho'l mevasini noshtada yesa yoki tomoqdan keyin yesa zarar qiladi. Taomnimi zararli qiladi. Qashqarning havosi noyati qishliq bo'lg'achqa mutlaq zarar qilmaydi. Muxolifmi kelmaydi. Qashqar va Xotan viloyatlarining ko'p sondagi yerlarda ko'z vaqtida mevalarni sotadigan odat yo'q. Yeydigan xaloyiqni hech kim to'simay o'z ixtiyoriga qo'ydi. Xohlagan kishi ilib kassimi bo'ladi. Ammo nuqsonlarimi oz emas. Havosi garchi badanga muvofiq kelsa-mu, biroq hamisha chang to'zon, shamol yomg'irdan xoli bo'lmaydi. Qattiq ta'tir shamol, chang to'zon va to'p-tumanlar to'la. Gerçi Hindistan'da mushundaq havo bor bo'lsa-mu, lekin Qashqarda uningdan ziyodaroq. Ziraat ishlarida jafosi to'la, usuli kam. Qashqar yerlarining usuli kam bo'lganligi uchun bu yerda lashkar yig'ish mushkul. Qashqarni dashti qipchoq, Qolmoq va Mo'g'ulistonga selishtirganda bu yer shaharga o'xshaydi. Ammo kam usulligi tufaylidan lashkarlarning turishi qiyinlik jihatda sahroga o'xshaydi. Agar shahar xalqi Qashqarga borsa, Qashqarni sahro ko'radi. Agar sahro xalqi ko'rsa, shahar xiyol qiladi. Demak, Qashqar Firdavs, jannat makon shaharlarga-mu, do'zax nishon sahrolarga-mu mansub deyishga bo'ladigan Araf. Araf jannat bilan do'zaxning orliqidagi o'rin. Ga o'xshib ketadi. Misra. Arafni jannat deyusi ahli cehennem. Bo'libmi bu yer yotlarning xatiridan yiroq, chat joy bo'lib, Pekirdek qanoatchan. Öy o'taqini g'aynimat bildiganlar uchun tinish makondir. O'tgan azizlarning barakatidan tariqiyat ahliga bu viloyatda muvaffaqiyatlar hosil bo'ldi. Men Suluk ahlining nurg'unlaridan angladim. Ular agar bu viloyatdan boshqa diyorga borsak,
özgü diyarga bu yerdikidek jamoatga müyesser bulgul bulmaydı deyişidi. Ular şu sebepten Qashqarni köp eslaydi. Bu şarap onunğa yeterlikdir.